Assalomu alaykum, Umra ziyorati kanalining qadrli obunachilari. Barchangizga xayrli kun tilaymiz do'stlar. Hozirda biz Farg'ona viloyati Marg'ilon shahar Mustaqillik ko'chasida joylashgan rasmiy litsenziyaga ega Centrum Holidays Tour firmasining rasmiy ofisidamiz do'stlar. Bugungi video syomkamizda siz obunachilarimizga avgust oyiga umra narxlari qancha bo'lyapti, shart-sharoitlari qanday bo'lyapti, shular haqida batafsil va to'liq ma'lumot berishga harakat qilamiz. Albatta sizlardan bir donagina like bosib, kanalimizga obuna bo'lib, umra ziyoratiga bormoqchi bo'lib yurgan yaqinlarga, aka-uka, opa-singillarga mana shu videoni maksimal darajada tarqatib qo'yishni unutmanglar azizlar. Ekran qarshisiga yaxshilab joylashib oling, biz video syomkamizni boshladik. Xo'p, hurmatli obunachilar, hozirgi kunda bizda Farg'ona, Jidda va Toshkent Jidda yo'nalishlari bo'yicha parvozlar amalga oshirib kelinyapti. Ya'ni haftaning har seshanba sanasiga Toshkent Jidda yo'nalishi bo'yicha, haftaning har chorshanba sanasiga esa Farg'ona Jidda yo'nalishi bo'yicha to'g'ridan-to'g'ri parvozlarni biz bilan birgalikda amalga oshirishingiz mumkin. Hozirgi kunda do'stlar bizda 14 kunlik safar bo'lib, 3 kun Madina Munavvarada, 11 kun Makka Mukarramani tashkil qiladi. 3 kun Madina Munavvarada 2 mahal o'zbek milliy taomlari, Makka Mukarramada esa 3 mahal o'zbek milliy taomlari, o'zimizni местный поварлар, ya'ni Marg'ilonni povarlari, oshpazlari siz bilan birgalikda 14 kun mobaynida xizmatingizda bo'ladi azizlar. Hozirgi kunda bizda safarda 14 kun mobaynida tajribali va malakali 50 boshlar hamrohligida safarni birgalikda chiroyli qilib ibodatingizda ham, sayohatingizda ham, ziyoratingizda ham billa Xudo xolasa imkon qadar yoningizda bo'ladi do'stlar. Hoziroq ekrandagi raqamlarga telefon qilib aloqaga chiqishlaring mumkin. Eng qizig'i, butun O'zbekiston bo'yicha bemalol 12 ta viloyatdan telefon qilsalaring bo'laradi. Nimaga deganda, ya'ni bizda Toshkentdan ham to'g'ridan-to'g'ri reys bo'ladi, Farg'onadan ham to'g'ridan-to'g'ri reyslar qabul qilinyapti do'stlar. Hoziroq biz bilan bog'lanib aloqaga chiqing, joylaringni bron qilinglar. Bizning firmamiz tomonidan mana bunday kamzil, ya'ni beriladi. Har bitta ziyoratchiga mana shunday kamzillar taqdim qilinadi. Bu kamzillardan tashqari mana bunday bejik ham beriladi va albatta mana bunday so'mka ham taqdim qilinadi. Bu so'mkalarimiz ham Xudo xolasa sizlarga bemalol kerakli, borib kelganingizdan keyin ham ishlaydigan narsalardan biri hisoblanadi do'stlar. Xo'p, hozirgi kunda bizning narximiz do'stlar Toshkent Jidda va Farg'ona Jidda yo'nalishi bo'yicha narximiz $1050 dan qilib belgilaganmiz. To'lovlarni qanday amalga oshiramiz degan savolga to'lovlarni do'stlar o'zingizga yaqin bo'lgan bank ofislaridan, bank filiallaridan bemalol amalga oshirsalaring bo'laveradi. Agarda siz Farg'ona, Marg'ilondan kuzatayotgan bo'lsangiz, bemalol rasmiy ofisga kelib, rasmiy kassalar orqali ham to'lovlarni amalga oshirsalaring bo'laveradi do'stlar. Xudo xolasa telefon qilinglar, musofirdan kuzatayotganlar Telegram, WhatsApp orqali ham bemalol telefon qilishlaring mumkin. Sizlarga to'liq batafsil ma'lumotlarni operatorlar tomonidan Xudo xolasa javoblarni berishadi va ma'lumotlarni berishadi do'stlar. Sizlarga qo'limizdan kelgancha ma'lumotlar berdik degan umiddaman. Agarda videomizda xato va kamchilik bo'lsa, oldindan uzr so'rayman. Yoqqan bo'lsa like bosib, kanalimizga obuna bo'lishni unutmanglar azizlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Keyingi videolarda ko'rishguncha omon bo'ling azizlar. Rahmat hammaga.